Sizlarni 14 kunlik umra ziyoratiga taklif etamiz. Toshkent shahridan Jidda shahriga, Farg'ona shahridan Jidda shahriga, Namangan shahridan Madina shahriga to'g'ridan-to'g'ri reyslar. 14 kunlik umra ziyoratimiz, 3 mahal milliy taomlar. Madina shahrida 100 metr, Makka shahrida esa 300-400 metr uzoqlikda joylashgan gostinitsalar. Asosiysi litsenziya xizmati ham mavjud. 14 kunlik umra ziyoratimiz Tojikiston, Samarqand, Buxoro, butun O'zbekiston, Farg'ona, Namangan hamma shaharlar uchun to'liq bir xil narxlarda va to'liq bir xil sifatli tarzda yordam qiladi. Umra ziyoratimizni faqat biz bilan sifatli, ishonchli ado eting. Bugun hurmatli aziz obunachilar, men bomdod namozidan video qilishni boshlaganman hoji aka. Bugun Makka shahrida men aytganman, va'da qilgandim. Bir kunda necha kishi o'tishini ko'rsataman deb va'da qilgan obunachilarga. Mana bomdod namozida 7 kishini ko'rsatdim, 7 kishi o'tdi. Jumada biz hatto qolmadik. Jumada juda ham odam ko'p bo'lar ekan. Hatto hoji aka 3 million odam bor. O'ta ko'p. 3 million odam bor, obunachilar shu namozga kelgan. Aql borish iloji bo'lmadi. Shuning uchun mana hoji aka bilan ko'rishni nechta odam o'tdi hoji aka? Bugün biz 12 tane bildik. Jumani o'zida. Jumani o'zida 12 ta. 7 ta bomdodda, 12 ta jumada odam o'tgan va hozir mana shom namozi nechta o'tadi? Uni ham ko'rsataman. Hoji aka bilan ketyapmiz. Hozir mana sharoitlar ko'rsatiladigan uchun avtobus, mana gostinitsamiz bir qadam. Avtobusga o'tirasizlar, 2 daqiqada tashab qo'yadi. Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozir mana inshaalloh 22-kuni O'zbekiston Respublikasi hamma haj ziyoratlarimiz xudo xolisa bugun o'z vatanlariga qaytib keldi, O'zbekistonimizga qaytib keldi. Xudo xolisa mana juda ko'pchilik o'tgan safargi video chiqarganimda ko'pchilik yozgandi, shu vafot etganlar ichida o'zbekistonliklar bormi deb. Lekin men videoni ko'rib chiqyapman. Xudo xolisa bizni O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan haqqoniy hajga borganlar xudo xolisa eson-omon hammasi uylariga yetib keldi. Mana hozir yangilikda eshitasizlar. Xudo xolisa hurmatli aziz obunachilar, keyin ko'pchilik so'rayotganda 550 ta odam haqiqatda vafot etibdi. Men har bitta kanallarda ko'rib chiqdim. Bu yolg'on xabar emas ekan, haqiqiy 550 ta odam issiqdan vafot etgan. Shuning uchun hozir endi haj bilasizlar o'zlaring bo'lgan juda ko'pchilik bo'lgan. Endi hozir hamma tarqagani uchun hozir bemalol borsa bo'ladi. Chunki odam kam qoldi endi. Faqat o'sha umrachilar, o'shani o'zini aholilar qoldi. Katta haj qiladigan hammasi butun joy-joyga tarqab, hammasi qaytib ketdi vatanlariga. Xudo xolasa 27-iyunga joyimiz bor. Aloqaga chiqinglar. $1000 qilib beryapmiz. Birinchi reysimiz xudo xolasa Toshkentdan prям uchadi Jidda shahriga. Hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa birgalikda yangilikda eshitamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Yurtdoshlarimiz islomning 5 farzidan biri haj amallarini dinimizga muvofiq chiroyli ado etdilar. Hamyurtlarimiz prezidentimizning yuksak e'tibori, beqiyos g'amxo'rligini his qilib turganlari, barcha shart-sharoitlar yaratib berilganini alohida mamnuniyat bilan qayd etdilar. Saudiya Arabistoni statistika bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda 1,833,164 nafar kishi haj amalini ado etgan. Keyingi 7 yilda 60 mingdan ziyod yurtimiz musulmonlari haj amallarini bajardilar. Ayni kunlarda hoji maqomiga ega bo'lgan 15 ming nafar hamyurtlarimiz hajingiz mabrur bo'lsin deya bir-birlarini bag'riga bosib qutlamoqdalar.
Mamlakatimizda prezidentimiz ilgari surgan inson qadri, inson manfaatlari har narsadan ustun ekanligini hojilarimiz dildan his etdilar. 2024-yilda o'tkazilayotgan haj ziyoratiga kelgan nuroniylar nomidan bir narsani alohida ta'kidlashim kerakki, 15 mingdan ziyod kelgan hojona, hoji otalarga yaratilgan sharoit shak shubhasiz eng yuqori darajada bo'ldi. Bugun mana haj ziyoratlarini tugatayotgan bir nuroniy sifatida bu ko'rsatilgan xizmatlar uchun shaxsan muhtaram yurtboshimizga va tashkilotlarga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Galdagi navbat biz yurtimizga qaytgandan keyin mana shu nuroniy oqsoqollar o'z mahallamizda, tumanda, viloyatda o'rnak ko'rsatib, avvalo bosh bo'lib muhtaram yurtboshimiz boshlab bergan mahalladagi o'zgarishlarga yonma-yon turib, yelkama-yelka ishlab, qolaversa to'y, hasham, ma'rakalarda ibrat bo'lib, yoshlarga yuksak namunadagi ibrat namunalari. Bizda avlodlarimizdan bir gap bor. Kessaga hurmat, kichiklarga izzat namunalarini ko'rsatishimiz kerak. Bu bilan biz farzandlarimizga, zurriyotlarimizga qanday yashash kerak? Oqsoqol bobolari, nuroniy bizning bobolarimiz qanday ibrat namunasini dunyoda ko'rsatganliklarini yana bir bor ko'rsatishimiz kerak. Biz yurtimizning obod bo'lishiga, taraqqiy etishiga muhtaram yurtboshimizga kamarbasta bo'lishimiz kerak. Albatta yurtimizda, mahallalarda amaliy yordam bilan qaytaraman. Mana haj amallarini bajarib bo'lindi. Mana shu faol amallar davomida bir narsa sezildiki, avvalambor mahal qaytirsak 100 ga ko'p to'g'rida bana ustida yashnasin. Ibrat bo'lib ilohim. Xudo xolasi hurmatli aziz obunachilar, mana umrachilarimiz Xudo xolasa endi yo'lga chiqishadi. Hozirgi paytda bo'lsa katta haj amalini bajarib kelgan hojon, hoji otalarimiz inshaalloh mana uylariga bugun 22-iyun sanasida kelishdi. Hammalariga katta haj muborak bo'lsin. Inshaalloh biz ham hammalarimizni ko'rib turgan siz bizga katta haj amalini qilish nasib qilsin inshaalloh. Shu kunga yetkazsin. Shu yoshgacha yetib boraylik, shu amalda qilib inshaalloh keyin vafot etsak, Xudo xolasa ko'nglingiz bir xotirjam bo'ladi-da. Ungacha bo'lsa, hurmatli aziz obunachilar, umra ziyoratimiz bor. 27-iyunga Xudo xolasa Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri uchadi. Pastki ekranlarga tez telefon qilinglar. Keyin haj 2024-yilda vafot etgan 550 ta kishini mana shu videoda nido kommentariy yozmasdan duo qilinglar. Duo qilish kerak xolos. Batda kommentariyaga kirib olib, yolg'on xabar, miyangizni ishlating, yozayotgan inson, miyangizni ishlating. Men katta xolamnikini olayotganim yo'q, tepadan olayotganim yo'q. O'sha insonlar mendan ko'rib, yangiliklardan xabardor bo'lib yursangiz ko'rasiz. Hamma joyda yozyapti-ku. Yolg'on xabar deb kommentariy yozadi, bir ikkitasi asabingiz buzilar ekan. Endi yolg'on xabarni kim chiqaradi hozir? Hurmatli aziz obunachilar, duo qilaylik. Duo qilaylik. Shu 550 ta odam haqqiga duo qilib qo'yinglar. Endi issiqdan vafot etishdi, Xudo xolasa joylar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Hurmatli aziz obunachilar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlar ham bizni yaxshi ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat.